Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik vatandoshlar, muhojiratdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim, vatandoshlarim. Qarindoshlar, ma bu Yalqin Ro'zi to'g'riliq ma yuqorida men avatgan petition. Bugun qarasam bu 1600 da turibdi. Buning nishoni 2500 ekan, 1600 da turibdi. Bu petition chiqilimi xeli bo'lib qoldi. Biz buni imzo atqili xeli kunlar bo'lib qoldi. Bugün qarsak bu 1600 turibdi, bu bek töven san qarindoshlar. Bu bek töven san çünkü 2010'dan keyin taki bugungi kungacha chet elga chiqib panohlik tilab vatandagi millatimizning nomida xotirjam yashayotgan Uyg'urimiz 100 mingdan oshdi. Texmush yaqinda burunqini hisob olmay turayli, burun chiqib ketganini. Mush 2009 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin taki 2017gacha bo'lgan oraliqda chet elga chiqib ketib, panohlik tilab xotirjam yashayotgan qarindoshlarimiz 100 mingdan oshdi. 100 mingdan oshgan mush qarindoshlarimizning ichida bugungi kunlik Yalqin Ro'zidek bir yozuvchimiz, bir mushundaq bir qarindoshimizni qutqizish faoliyatida imzo atgan odamning soni 1600 degan gap 2% yetmaydi degan gap 2% qarindoshlarim. 2% yetmaydi. Biz mushunchalik narsani qamlashtirolmayapmiz. Ma Yalqin Ro'zini qutuldirishni balkim ba'zi qarindoshlarimiz oddiy qilisi bilan bir Yalqin Ro'zini qutuldiramdik 5 million odamimiz ulvasayada hammasini qutuldiramdik deb bunda o'ylagan shaxsiy nimasi bilan shunda o'ylagan bo'lishi mumkin. Hamda Yalqin Ro'zini mushu petitionni chiqarish, mushu Yalqin Ro'zidek mushundaq vatan millatni deb o'zining umrini, jinni atagan vatanning milliy oqartish yo'llarida xizmat ko'rsatgan millatimizning milliy ruhini ko'tarish xizmatida mushundaq to'kib qo'shgan 10 minglagan ziyolilarimizningki vakili hisobda. Biz mush odamga yozgan petitionimiz shu vatanda millatimizni olg'a boshlab menayotgan ilg'orlarimizni qutuldirish bir chaqiriqi deb o'ylasak ham bo'ladi qarindoshlar. Mushundaq yozuvchilarimiz, ziyolilarimiz bo'lgan chog'da mushundaq vatani uchun, millati uchun, millatiningki ro'yini ko'tarish, millatiningki milliy sapasini yuqori ko'tarish xizmatini qilayotgan mushundaq o'zining jini badiliga, mol mulki badiliga, oilasida parishon bo'lib, bolalaridan, ota-onalaridan ayrilib mushundaq turumlarga yetayotgan mushundaq ilg'orlarimizni qutuldirishimiz kerak. Chunki mushular millatni to'g'ri yo'lga boshlab mangdi. Mushundaq ustozlarimiz to'g'ri yo'lga boshlab mangdi. To'g'ri, Uyg'urning ichida ziyolijiq, yozuvchijiq, ammo bundaq millatparvar, millat suyar ziyolilarimiz bek oz chiqadi qarindoshlar. Oliy maktabni bitigan bo'lsaqlar biz yozuvchi ziyoli bo'lib ketamaymiz. Haqiqiy millatimiz uchun, vatanimiz uchun xizmat qilgan vaqtimizda ananki biz millatning ichidan chiqqan mushu millatningki ilg'orlari, mushu millatning ziyolilari deb atalamiz. Yalqin Ro'zi dal shundaq ziyolilarimizning birisi. Yalqin Ro'zini qutuldirish uchun mushundaq imzo etish faoliyatlarini olib berish, vatanimizdagi xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlayotgan, vatanimizdagi xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlab, kelgusi nishonimiz uchun kurash qilayotgan shundaq ziyoli, vatanparvar, millatparvar, millat suyar ziyolilarimizni qutqizgan bilan o'xshash ish. Ziyolilarimiz bo'lgan chog'da millatimiz safoga erishidi, ro'yi ko'tarangi bo'ldi, davlatini qura oladi, g'arbliklarga o'xshash o'zimizning kuchli davlatlarimiz bilan bugungi kunlikda biz qadimizni tik tutib, dunyoda shundaq tura olgan bo'lardik. Afsuski ayni vaqtda ziyolilarimizning ozligidan, sapasiz qarqo'saq odamlarimizning ko'pligidan biz oqni qorni farq etmay, ba'zi bir siyosiy qo'yimchilarning, yolg'onchilarning kayniga ergishib, vatanni paramparcha qilib o'tgan qarindoshlar. Bugungi kunlikda qaraydigan bo'lsak, Amerikadagi bir davlat Uyg'urlar uchun bir siyosiy qonun chiqargan, Uyg'urlarningki 150 yilning yoqi Amerikaningki hech Uyg'urlar uchun bir so'zlab boqmagan, tilga ep boqmagan bir davlat bugungi kunlikda Uyg'urlarni rasmiy qo'g'daydigan kishilik huquq siyosiy qonunini ma'qullagan bugungi kunlikda biz nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Biz nadiki shundaq Turkistonchi, Uluschi, Uyg'urchi, Uyg'uristonchi deb o'zimiz har xil ismlarni qo'yib, ama shundaq shaklda bir-birimiz bilan talashib o'ynayapmiz. Ayni vaqtda biraylan debdiki, ayni vaqtda shu inqilobchilardan birisi
Şu 1900 yıldan şu ta ki birinci qatımlıq Cumhuriyetimiz kurulğucu bolğan arlıqdaki 30 yılda bütün dünya halkı sanaatını taraq qıldırış, özünün dövlətini sanaatləşkən bir güçlük dövlətki qandaq qılsaq şundaq bir dövlətə aylandırırız dep şunun qəmini qılıyatqan vaxtıda bizning millatimiz təsbihinin 33ligini işlətsək bularmı, 99'luğunu işlətsək bularmı dep şunu talışıp oltağan dep bir anlığan mən bir çağdı. Bugünkü günlükdə mən nəq şunda buluvatımız qarindaşlar. YouTube'da görüp bakılı 1900 yıldan 1910, 1920, 1930 yılgacha bu Şivisiyadan kelgan din taqatquchilar taqatgan video, rasmlarni uchirta olamiz to'rlarda. Shu bizning vatandagi xalqimizni. Iliq vatandagi xalqniki eski chappanning ichida turayotgan iliq bechora altini ko'ramiz. Bugungi kunlikda uni ko'rib, "Voy, ma burunqi xalqimiz ajabda bunda vayron ekan tuqa" deb o'ylashimiz mumkin, qarindishim. Amaliyotda ashlar bugungi Uyg'urlar bilan o'xshash, hech farqi yo'q. Ularning farqi nima? Faqatla ufchiligi kiyim almashdi. Shu chaqda uzun to'nlarni kiygan, eski chappanlarni kiyib olgan, tumoqlarni beshiga kiyib olgan xalqimiz bugungi kunlikda kostyum kiydigan, shiblit kiydigan, iliqindek padichi ishtinni kiydigan mahalat ko'tdi. Bizning farqimiz faqatla shu kiyim farqi. Başka ideyarimizde, saparımızda fark yok. Biz aşlarla o'xshash. Şular aynı vaqtda 33'lik təsvirçilikdən 99'luq təsvirçilikdən deb talışıyotgandek, bugungi kunlikda biz ota-bobomizdan qolgan, ikki qatim qurilgan dövlətimizning Sharq Turkiston degan ismidan tinivyapmiz. Tas qilyapmiz Uyg'ur degan nomimizdan tinivyotqanlar. Mush talışıyotganlar hammanglar o'zinglarni to'g'ri qildik deb o'ylamsizlar qarindoshlar. Bugungi kunlikda qildigan, talışadigan bir masala bu. Ham kiyim talışıdığan mesele emas ameliyatda bu. Meyli ismimiz Şarkı Türkistan bolsun, vatanimizdan meyli Uyguristan bolsun. Meyli vatanimizni bir diktator, zalim Uygurdan bir sıfat kıldırıp, halkımızı izip müşazırlıkta izleyatqandek. Aşındaq bir devlet kursun, o bizning vatanimiz, şu vatan ki biz razı bulunuz qarindoshlar. Zalimni o'ng'ishg'ili bo'ldi, zalimni yo'qotg'ili bo'ldi. Az qilyapti, men Xitoydek bir zalimni yo'qotish oldida turyapmiz. Mushundaq umidlar ko'z oldimizga kelayotgan vaqtda kim bizni mushundaq yo'qolan narsalarni talashishga o'rinlashtiryapti, kim mushunga kallamizni burmilab ketib bordi qarindoshlar, shuni o'ylayli. Ashu Uyg'uristonchi, men Uyg'ur, sizmi Uyg'ur, hammamiz Uyg'ur. Nima bugungi kunlik kelgan chaqda buni talashqimiz kelib qoldi. Men Uyg'ur demasangmi Uyg'ursan? Uni ochib Facebook'larga chiqib deyishning hech qanday o'rni yo'q. Nima degan safarsizlik bu? Biz xiyolimizda hozir bizal bir nima desak, men nodon xalq chiq bo'lganki ichimizda. Ayliqi Facebook'dagi xo degan, xo'rozdagi xo degan boshmaldaqniki belgisini chiqarib tursa, bu men to'g'ri ish qilayotgan o'shayimda texim hayajonlanib bir bilan yozdik ekanmiz. Unda qilmayli qarindoshlar. Yer qilgan ishimiz boshqa. Biz oldi bilan vatandagi jazo lagerini yo'qotishimiz kerak. Mush bisimlar orqali, mush qonundan, Amerikada ishlab chiqargan mush qonundan foydalanish orqali. Boshqa lagerdagi xalqimizni yalqorozdek mushundaq ziyolilarimizni avval qutuldirib chiqishimiz kerak. Ondan vatanimizni qo'lga olish uchun harakat qilishimiz kerak vatandagilar bilan birlikda. Biz onu qilmay turib, yeletin bu Uyg'uriston, men Uyg'uristonchi, sen Turkistonchi, sen Sharq Turkistonchi, men uluschi, sen turkchi deb nima degan bu burun ota-bo biz hech kimdan bir anglab baxmagan bir gaplarni anglayapmiz ya hozir endi. Uyg'urligimizda shak bormi, uni yezish to'g'ri. To'g'rimi shuni chiqib yezishimda Uyg'ursan demasangmi? Ama devlet deganning ismini xohlagancha qo'yib olmaymiz. Devlet qurilgandan keyin, devlet qo'limizda bo'lgandan keyin qurib olmaymiz. Hozir ma chet elliklar ba'zilari o'ylab bu vatan da'vosi qilish, mushlarning ishida xuddi bu Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi, bu chet eldagi mush bir qancha tashkilot, bir qancha shaxslarningki umumiy da'vosidek his qilgan bo'lib qoldi. Unda emas. Biz nima ish qilsak qilaylik chet elda qarindoshlar. Biz ma da'voninki muaciretdeki bir kısım bu yazılmaz tarixga. Muaciretdeki bir kısmı umumiy dava yo'linish emas bu. Bu davani vatanda qilyapti, ash xalqimiz qilyapti, ash jazo lagerida Xitoy bilan tilkishayotgan, g'azab nafrati bilan ko'zida tikilib, shu azobning ichida shu Xitoyga tikilib qarayotgan shu xalqimiz qilyapti davani.
bu vatan azat bo'lsa, vatanning ismini qo'yadigan, vatanning territoriyasini bekitadigan, u siz bilan biz emas, vatandagi xalqimiz qarindoshlar. Shular qo'yib beraylik uni. Bir bo'lsa, moyoqdan Allohning ishiga aralashib oldi ekanmiz. Va adinchi, ma munofiq, murtad, ma bu jaholiyatni qopdi deb Alloh berdigan jazo mukofotlarga biz yisilib mishadi, biz bekitdi ekanmiz uni do'zax bilan jannatga ayirib. Bir bo'lsa moyoqdandir sen turkkansiz, men Uyg'ur deb bu yerda millatni paramparcha qildi ekanmiz. Mushning hammasiga 200% ishonchim bor. Mushning hammasiga boshdan rejissyorlik qilib, mushu o'yinlarga, mush talashlarga bizni selayotgan shu Xitoy. Shu dushmanimiz. Uzun gapni qisqasi, men gapni yomon so'z tutib qoldim. Petitiondagi 1600 sonni ko'rib, yomon ozlig'ini ko'rib, shuni to'g'riliq bir gap qo'yay deb buni chetlab nurg'un gaplar chiqib qoldi qarindoshlar. Gapimni to'g'ri tushunishinglarni umid qilmay qarindoshlar, biz maqolimizni sal sagak tutib, bir silkib o'tib, oldimizga qarab biz hozir qildigan eng muhim ish nima, undan keyin qildigan ish nima, undan keyin tanlashadigan tema nima, shularni bir ratga selib olaylik. Bir kun Turkistonni tanlashib, bir kun Uyg'uristonni tanlashib, bir kun dinni tanlashib, bundaq millatni qalasini saran qilmoqlik qarindoshlar. Sizlar o'zinglarni to'g'ri qilayotgandek, nihoyat oliyjanob ish qilayotgandek his qilsizlar. Amaliyotda qilayotgan ishinglar millatni umidsizlantirish. Ayni vaqtda shu Sharq Turkiston surgundi hukumati nihoyat yaxshi plan bilan, nihoyat yaxshi umidlar bilan qurilib ekan-da. Keyin onun ichida nurg'un sabablar orqali bu paramparcha bo'lib, nechaga bo'linib, hozir Sharq Turkiston surgundi hukumati deb bir tema chiqsa, bir gap chiqsa, haq bunda mansitmay, masxara bilan kuldigan bo'libdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati degan gapga bizning Uyg'urlarimiz masxara shaklda kuldigan bo'libdi. Ma'no xatarni o'ylanglar qarindoshlar. Sharq Turkiston surgundi hukumati degan kimning hukumati? Bizning hukumatimiz. Biz shu hukumatga masxara qilib kulganimiz, biz nima bo'lganimiz, biz dushman taraf bo'lganimiz, biz Xitoy taraf bo'lganimiz. O'sha o'yinlarga bizni boshdan shundoq har xil shaklda, har xil vositalar bilan akab bugungi kunlikda Sharq Turkiston surgundi hukumati desa, muhojiratga 70% xalq kulib qo'ydigan bo'ldi. Bundaq shaklda masalan o'zimizning ism bugungi kunlikda hamda navbat nima keldi? Uyg'ur degan ism ekan. Uyg'ur degan ism nima? Mushundaq talishib qo'yadi olijanoblik qilgandek bo'lib, Facebook yozayversan 4 kuniki men Uyg'ur degan ismdimi zerikdim millat. Men Uyg'ur desa, kuldigan bo'lib qolgan chog'da uni xatarni o'ylaylikki biz. O'zimiz e'tirof qilmaydigan holatga kelyapti bizni. Mushu to'plar orqali, mushu Facebook sosyal media orqali tuki yo'q bir temani tashlab qo'ysa, shuni chivin poqqa ulashgandek olishib ketadi ekansizlar. Shunaqa inkaslarni yozib ketadi ekansizlar. Ma millatni to'g'ri yo'lga boshlaydigan nurg'un tadqiqotlarda o'tgan shunda esil yozmalar, shunda saviylik yozmalar to'pi biz bo'ynini qisib turdi ekan shu Facebook'da. Unda qilmaylik qarindoshlar, unda qilmaylik, biraz aqlli bo'laylik. Hozir bizga fursat 100 yilda bir keldigan fursat, 100 yilda bir keldi bundaq fursatda biz kitoblarda ko'rgan, qo'lqimizda anglagan shu gap, shu 100 yillik fursat bugungi kunlikda bizga kelyapti. Ma fursat o'tib kelsa 100 yil emas, 1000 yildan bir fursat kelmaydi bizga endi. Chunki u fursatni tutadigan Uyg'urmi qolmaydi. Siz bugungi 20 yoshga kirgan Uyg'urlarimizni bunda sirtdan qarab siz bir kuzatib beqing, vatandan chiqqan xalqimizdan 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizni bir kuzatib beqing. Ular og'zida Uyg'urcha gap qildi. Uyg'urcha odatlangan, Uyg'urcha turmush bilan odatlangan Uyg'urlarda qilgan bilan Allohning fikr qilish uslubiga, Allohning so'zlashiga, Allohning adab axloqiga diqqat qilib beqing, o'zgarishga boshladi bizning Uyg'urlar. Siz diqqat qilib beqing vatandan chiqqanlar. Millatda adab axloq qolmadi. Qildigan ishimiz bekchiq, bunda tuki yo'q narsalar bilan vaqtimizni isrof qilmay, to'rlarni avar qilmay, xalqimizning beshini qaymoq turmay qarindoshlar, qancha aqlli, donishmand bo'lib ketgan bo'lsanglarmi, hozir qildigan ishni qilinglar. Sizlar Uyg'urchimi, O'loschimi, Poloschimi, uni bir kayniyoncho'nglarga sevitib, boshma yalqin ro'zdek, millatni to'g'ri yo'lga boshlay oladigan ziyolilarimizni qutqizayli. Undan keyin 5 million xalqimizni qutqizayli. Undan keyin vatanimizdagi xalqimizni erkin nafas ola oladigan shu sharoitni yaratayli ayada. Chet elning internetiga chiqalaydigan qilayli xalqimizni. Mushu chet elning, mushu imzolangan qonunlarning kuchi orqali.
Xalqimiz bir chet elni tushunsin, chet ellarni ko'rsin, internetda bo'lsinmi. Onunki ular bilan bog'lanib turib, vatandagilar bilan birlashib biz vatanni aran qura olsak, qura olamiz shuni haqiqatgan bo'lsa. Bo'lmasa ma vatan yo'q qarindishim, Uyg'uristonmi yo'q, Turkistonmi yo'q, Sharq Turkistonmi yo'q, shu munofiqlaringizmi yo'q, shu murtadlaringiz yo'q, shu jaholat qilgan xalqingiz yo'q, shu mujohidlaringiz yo'q, hech nima yo'q bo'ldi. Vaqt kelgan talishadigan Uyg'urmi qolmaydi ma dunyoda. Şoň qarindaşlar aqyllyk bolayly. Talışdygan näselerini hemen taşlap qoyup durup vatanny talışaýly. Başda vatanny mäli onun ismini boluşdan qat'i nazar şunu bir qolumuzga alayly. Algandan keyin anyň içine kirip, qororymyzny ýasap özümizniki. Ma çyraýlyk bir döwlet bolgandan keyin anyniki agapny qılsak ýarışydy bizge qarindaşlar. Vatan emas bir tuqunymyz, bir açymyz, sığlymyzni jazalagerden açyqamaýatymyz. Bugün günlük miýady ideýa talışyapmyz sizler. Vatanı Uyg'uriston qo'yimiz, Turkiston qo'yimiz. Haqqingi bormi unda deydigan sizlarniki? Hech qaysimizning haqqi yo'qmi chet elliklar shuni o'ylab qo'yinglar. Vatanni vatandagilar qurdi, xalqimiz ismini xalqimiz berdi vatanninki. Vaqt kelgan san bilan bizga viza beralsa cho'ng gap, viza beralsa biz vatanga bora olsak cho'ng gap taxir. Buni o'ylab qo'yaylik qarindoshlar. Keşke gözümüzün jumulib Facebook'larni bütün milletning ko'ngli siqib, atyoga ma Uyg'ur degan nomdamni chiqirib yetib qolmayli. Uyg'ur degan nomdamni seskandirib yetib qolmayli ma milletni. Elim chiroyli bir surgundi hukumat, Sharq Turkiston surgundi hukumati degan o'sha ismni bo'lsimiz ziyon sist bo'ldi. Hozir bay degandek ash ismni haqida bo'g'ishga kuldigan bo'ldi. Atyoga men Uyg'ur desangiz, atrofingizdagilar kulib, masxara qilib qaramasin. Buni diqqat qilib qo'yaylik qarindoshlar. Neyim bolsa açık sözləyiverdiğin iş emas. Oturğa taşlayıverdiğin iş yok bir yerde. Akıllık bolsaňlar, nemini açık işini, nemini açıkmaslıkını obdan düşünäleýsizler. Hem adamda ba akıl degen. İşletsek buldu vaqtida. Boptu qarindaşlarım, vatandaşlarım, artık yakıp koygan bolsam, vaqtını koygan bolsam, hakkını alalyýdyňlar. Toğru sözlegen bolsam bu Allah'ın bergen ilhamıdın. Hata sözlegen bolsam şeytanın azdırışıdındır. Şu toğru yerini kabul kılıp hata yerini taşlayıp etişinlarının geplerini ümit kılıman. Hem Allah'ın Allah'a tapşırdım. İnşallah pat yakında vatanımızı azat kılışqa, vatanımız, müstakil vatanımızga ay yıldızlıq kök bayrağımızı götürüp berip, qadışımızla Allah hemimizni nasip kılsın. Hem Allah'ın Allah'a tapşırdım. Allah'a emanet.